Assalomu alaykum. Savodashlar tinchlikmi? Alaykum assalom muallim. Yaxshi, sizchi? Tinchliksiz-chi? Yaxshi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sizlarni hammamiz saqlash to'g'ri keldi, chunki bolalarning soni 10 qilib, hozir bir 16-17 dak bolalar bo'libdi. Unda hozir darsni boshlab berdi. Maddasniki oxiri mezgili muhim. Endi beshida asosli sizlarga nimani so'zlab qoldik. Asas qismini. Endi oxiri qismi nima degan chaqda, ashundan qanday qilib bir narsa loyihalash, ashuniki natijasini chiqarish. Ondan keyin bir sistema yasash to'g'riliq shuni so'zlamoqchi. Endi bundan nurg'un ishlarni qilib bo'ldi. Bugun bu ikki narsani birisi sistema yasash, yana birisi shu tur projekt to'g'riliq ikki muhim ish. Chunki 6-oy eng oxirgi vaqtda shu tur projekti ishlarni qilmoqchi. Nima degan chaqda darsni o'tib biz futbol topgandek, sizlar futbolni musobaqasini ko'rgandek darslar bo'lmaydi. Oxirida nima qilsa degan chaqda sizlarmi ashuniki futbolchi bo'lgandek milliy ishlarni bir qilib kerak. Amaliy ishlarni qilgan vaqtingizda sizlarda bir ishonch tug'ildi dedim. Cho'qim bir ishlarni qilib qilishingiz kerak. Endi bu ishlarni qilib bo'ldi. Masalan, qanday degan vaqtingizda endi haqiqatan nurg'ulg'an masalalar bor. Haqiqatan sizlar balkim darsinglar aldirash, bu ishlar turmushda nurg'un yangiliklar chiqyapti, har xil ishlar turmushda zot kelgisi nima bo'lish, u aniq emas. Balkim har xil qaymoqchilik holatda qolgan bo'lishi mumkin, balkim har xil sharoitlar tufaylidan qaynoq yaxshilanib bilmasligim mumkin. Lekin ammo muhim masala nima degan chaqda sizda bir nishon bo'lishi kerak. Ya'ni oyatning maqsadi. Zat kelgisida men nima ish qilmoqchi degan. Cho'qimmi shu nimadan hamma narsa Tinkercad bilan munosabat bo'lishini atayin. Kelgisida balkim ba'zilaringlar kompyuterchi, ba'zilaringlar savdogar yoki ba'zilaringlar har xil doktor, qonunshunos degandek xil ishlar bo'lishi mumkin. Siz kelgusida nima bo'lishini o'ylayapsizlar? Tafaqanlar, sizlarda bir muallim shu doktor bo'ldi. O, yaxshi, ayanchi. Kelgusida nima bo'lmoqchi? Nima qiziqsizlar? Meni astronavt bo'lgim bor. O, yaxshi, astronavt bo'lmoq yaxshi. Ayanchi. Robot ishlar bilan shug'ullanganlarni qiziqishinglar bormi? Men qiziqman muallim. O, yaxshi. Robot. Bu kasbni yaxshi ko'rma, boshqa kasblarni ham qilib turib buni qilg'im bor. Men qiziqman. Yaxshi, to'g'ri. Programmachi bo'ldimi desanglarmi? Robot yasayman desanglarmi? Balkim astronavt, u to'g'riliq ishlarni qilaman desanglarmi? Doktorlikning ishini qilaman desanglarmi? Hozir hamma narsa texnikalik bo'lib qoldi. Yo'l narsa texnika bilan munosabatli. I'll be here. Muallim bizning IT o'qishimiz bilan robot yasashimiz bilan aloqasi bormi? IT o'qishimizning robot bilan aloqasi bo'ladimi? Bo'ldi. Kod qismlar bilan bog'lasha oladi shunaqmi? Hamma jihatdan bog'lashadi. Masalan, shu dastlabdagi shu program tuzishni o'rgandi degan gap, sizda bir xil o'y shakllantirgan gap. Hamda programma bir intayin bir aniq emas dastlabda, lekin dastlab o'rgangan vaqtida shu robot texnikalardan foydalanib, uni aynaga mangdirib, shu o'ylanib, ashuni zodi loyihani o'ylab, ashunasi qatta amaliy qo'lda tutib qila olsanglar, bu intayin bir yaxshi bir logikalik o'ylanishni shakllantirgan gap. Shuning bilan kelgusida bir program tuzab yasab chiqsanglarmi, sizlarning fikr qurilmani, ashnasini o'ylashinglar foydali. Shunlashqa hatto kompyuterchilar masalan IT ni o'rganib desam yoki bo'lmasa IT ga kompyuter programming ketilgan gap.
Undan keyin robotni o'rganib desam, yoki software engineering bo'lamdi. Yoki bo'lmasa microelectronics deb internet chip yasaydigan kompyuter nimalarga. Undan keyin yana nurg'un narsalarga chetilgan ishlarning hammasida asosan shu Arduino derslarning asosiy qismi bo'lib o'tildi universitetlarda. Mayli kichik universitet bo'lamdi, cho'ng universitet bo'lamdi, hammasida. Shu orqali program tuzishni beshidan tortib o'rganib olib bo'ldi. Dastlabda masalan bolalar Blocksdan boshladi, keyin hozir kodini foydalanib, shu kod orqali qilyapmiz, ashlarni boshqargan. Shuning bilan bundan barabar taraqqiy qilib, kelgusida endi har xil shoxlarga ajraladigan gap. Ba'zanlar shu asosini tiklab olgandan keyin shu asosdan keyin har xil shoxlarga ajraldi. Ba'zanlar robotics taraf ketadi, ba'zanlar astronavt har xil narsalarni yasab, balkim aeroplan yasash bo'lamdi, nima qilish bo'lamdi, o'ydan o'xshash. Lekin mening asosiy qilayotgan ishim burun nima desa doktorlik. Mana doktorxonada shu raklarning kasallik turg'ar ishlaydi, menga qancha ishlaydi, nada qancha ishlaydi, qayerda degan narsalarni nima qilish. Ashuna hammasi program keltirgan gap. Yani ben qanday qilaman degan chaqda doktorlarni beriblar, odamniki beshi qarablar, "Seni meningda qanvaka, manchilikka bunda davolaymiz" demaydi. Hamma narsa nima degan chaqda shu texnikalik uskunlar bor, MRI, CT'dan har xil uskunlar bor. Shu uskunlardan shu bizdek programmachilar chiqib ashni tekshirib elib, uning o'rnini bilamiz. Uning keyindan qancha cho'nglikda deymiz. Ashning hamma sonliq ma'lumotlarni doktorga bersak, doktor ashini ko'rib, qonningki o'rnimi yerda ekan, manchiq cho'nglikda ekan, unda bo'lsa mundaq davolasak bo'ldi ekan deb shu asosda ish olib borgan gap. Shunlashqa mening asosiy tadqiqotim nima degan chaqda shu doktorlik jihatdan endi yana birsam shu nimalarni bemorlarni yoki normal kishilarni tekshirish. Yurak, menga degan o'xshash shakardamda o'xshash nimalarni uzun muddatlik tekshirish va davolash uchun shu narsani yasash. Ashuni hammasining asosi nima degan chaqda shunga o'xshash uskunalar keltirgan gap. Shunga agar qanday bir g'alaba qilgan odamning beshida bir turmushda bir nishoni bo'ldi. Ko'pincha holatda bir aniq aytgan chaqda nima degan chaqda bir turmushlik hayotning bir maqsadi. Sen nim maqsad bilan yashayapman. Kelgusida balkim aniq bir nim bo'lmasa ham zodi yoki majatli doktor yoki ajatli doktor bo'lmasa, lekin kelgusida bir ish qilib g'alaba qozonish yoki ma'lum bir jihat ish qilish nishoni bo'lsa, cho'qim bir ishlar qilib ketalaydi. Masalan, Uyg'urlar nega alayidaligi bor nurg'un jihatlarda jafolarni yengishlaydi. Uning keyindan nurg'un narsalarni tez o'rganib olaydi, masalan til bo'lamdi, programma jihatga ishlab olamdi, kod o jihatlarda. Shunlashqa intayin irodalik bizniki Uyg'urlarimiz cho'qim sizda shu aniqli bir nishon bo'lsa, shuni cho'qim yetkazib bo'ldi. Buning uchun nimalar kerak degan chaqda to'g'ri mahorat, skills, mahorat deganda masalan program tuzay oladigan shu nimalarni yasay oladigan qas jihatdan qilmoqchi bo'lsanglar, shuni nisbatan bir mahorat bo'lish kerak. Masalan bir kiyim tikish odamni nisbatan aytgan chaqda kiyim tikish bir qobiliyat bo'lib hisoblanadigan gap. Masalan futbolchilarga nisbatan aytgan chaqda u bir mahorat. U futbolni yaxshi deb oladi. U bir mahorat. Undan keyin bizniki nisbatan nima degan chaqda shu programma jihatga mahorati. Undan keyin yana bir to'g'ri detal dedik. Right tools. Sizlarniki hozir ishlatayotgan shu Tinkercad degan narsalar intan yaxshi bir detal. Buni shirkatlarda ishlatadi, universitetlarda ishlatadi, kichik bolalar ishlata oladi, professorlar ishlata oladi, hammadan ishlata oladi. Eng oddiy narsalarni yasab oldi, intan murakkab robotni yasab oldi. Men oldingi darsda so'zlab o'tgandim, qanday qilib shu Tinkercadda shu robot yasab oldi deb. Normalda shu cho'ng shirkatlarning bir narsani loyihalamoqchi bo'lsa, shu product, ya'ni shu bir narsa sotib chiqarmoqchi deb loyihalab shu narsani yasayman demoqchi bo'lsa, shu nisbatan oldi bilan shu qilayotgan ishlarimiz ashuni foydalanib qoladigan gap. Undan keyin yemasa to'g'ri iroda, ya'ni mindset. Muallim, men so'rasam bo'ladimi? Bo'ldi.
bizning masalan behchiq bundaq planlarimiz, behchiq ko'z qarashlarimiz, behchiq kasblarga qiziqib, hammasini joriy qildirishni xohlashimiz sizcha bir to'g'ri bir ko'z qarashmi? Hozir mening o'zimning kasbi bor. Men 16 yoshga kirdim, lekin men arabcha muallim ham din darsi o'taman. O'zim endi 8 xil til bilmayman. Men tarjimonlik qilman arada sırada. Lekin apam dadam bek xalab ketmaydi. Undaq ushkum undaq mening apam IT emasmi, mening apamning kasbi. Shunday kompyuterda ilerleshimni xohlagandan keyin men kompyuter bilan shug'ullanishimni xohlaydi. Lekin men ham doktorlikqa qiziqman, hamma narsaga qiziqqan ekan, hamma narsada qazanishni orzu qilman. Apam dadam yoshingiz kichik, hamma narsani qilman, kompyuter o'qing, ash hammadan muhim deb turib oldi. Sizcha narsalar qiziqish to'g'ri bir narsami? Yaxshi. Chunki odamga nisbatan bir qiziqish hamda asla jiq bo'lsa, ammo balkim kelgusida bir ishlarni fuat qilib oldi. Jiq narsalar bir-biri bilan bir tutash. Hargizmi doktorlik desa, chiqimli doktorlik olib keltirgan boshqa ishlar bilan hech qanday qilmaydigan ish yo'q. Hozir taraqqiyot nima degan chog'da hamma narsa bir-birisi bilan tutashib ketardi. Mesela men kichik vaqtimda doktorlik bo'laman deb o'ylaydim. Bunga qiziqdim. Lekin keyin elektroniksni o'qidim. Endi doktorlikni biomedical electronics o'qidim. Undan keyin doktorxonada ishlagan bo'ldim. Shuni doktorlar bilan birga ishlab, shunga bizning uchishgan adimiz behchiq. Mesela siz shu biomedical to'g'riliq bir uskun yasaymi desangiz, bunga doktor ketadi, programmchi ketadi, qattiq detaldagi odamlar ketadi, unga bir proyektni shu uni boshqargan odam ketadigan gap, unga o'xshash shu 8-10 xil odamlarning hammasi birlashib bir guruh bo'lib ishlaydigan gap. Unda bo'lgan chog'da shu jihatdan hamda azroq bilimli bo'lsa yaxshi bir narsani bilib. Lekin bir jihatdan o'tib chiqish muhim. Hamda nima degan chog'da birga mahir, ko'pga qobil deb, shu bir jihatdan hamda bosib chiqish u yaxshi. Inshaalloh shu qiziqishni bilan mansangiz keyin balkim xizmatning ehtiyojiga asosan azroq o'zgarib boshqa ishlarni qilib bo'lgan bo'lib qoldi. İşte ögün bağlı oldu. Şu an yaxshi. Hazır. Jumla adam faqat shu bir kasb, bir rasmiy kasbi qazana debchu, bek ashdan kirish oldi. Bo'lmasa mening ishim bek kichik. Lekin bek chiq narsani kichikimda tortib bek boldurli o'qishga kelib ketgandan keyin chiq narsani o'rgandim. Endi mening unda faqat birlik etog'im yo'q. Hamma narsani o'qib har jihatdan millatimizga xizmat qilaman. Kendim için hem milletim için hizmet kılalar arındı. Hem nasıl kılım kildu da apamdan pek halap ketmeydi. Ama şu hata nina yol koymaydım emez. Lakin de halap ketmeydi. Fakat birlik kesti terakki kılar. Avazın azroq nima qoldi? Men sizga ayrim so'zlasak bo'ldi bu de. Ota-onangizlar bilan birlashib turib, hamda bolalarga qiziqish ashnaga kirishib oldi. Birda tamamen ama gapingiz azroq uzilib qoldi. Uni ayrim bir nima so'zlaydimi dars vaqtida, balkim azroq vaqtni qisqartib, ba'zi muhim narsalar bilan qolamiz. Sizning ota-onangiz bilan birlashib so'zlasak bo'ldi. Endi nima degan chog'da din tan amaliyasi normalda birg'u, hargiz masala ayrim emas. Etmeyish bo'ldi. Ammo kelgusidagi ba'zi ishlarni hamda jiqaroq narsa o'rgansa, jiqaroq yangiliklar bo'lgan gap, uni keyin ayrim bir so'zlashaylik. Endi endi nima degan chog'da sizlarga bu loyihalash temalar to'g'riliq oldin haftada topshiriq qo'ygan. Sizlar bu yangi bir ideal bo'lish natayin chuqur bir narsani yasab chiqaman degan bir nim bo'lsin deb, bir plan bo'lsin degandim. Demoqchi degan chog'da darsimiz 5 oy atrofida, undan keyin oxir bir oyni sizlar o'zingizlar ishlab borsizlar. Xuddi men deganda darslarda balkim darslarni ko'rdinglar, ancha-muncha kichik proyektlarni qildinglar, oxirida bir narsani yasab chiqsanglar, uni yaxshi. Chuqur shu Google formini to'shqizinglar.
Buningda nima degan chog'da sizlarni cho'qim bir ishlarni yasab ketishni bitirib chiqishni talab qilmadik. Buni nima degan chog'da buningda nurg'ulg'an narsalarni qilib bo'ldim. Masalan, qanday degan chog'da burunqi banaslardan ishlasanglar bo'ldi. Birsi agar yangi narsani o'ylab chiqib qo'lamsanglar, shu banaslarni ishlatib ashundan foydalanib men bir ashuni yaxshilay desam bo'ldi. Yoki yangi narsa yasab chiqsam bo'ldi. Nurg'un ishlarni qilib ketgan bo'ldi. Undan keyin birsi nima degan chog'da bir ishlarni qilimi desanglar, oddiydan o'ylanglar. Masalan, qanday desanglar, men sizlarga har xil sezgichlarni, qo'zg'atqichlarni so'zlab o'tdim, birma-bir. Uningda. Uning keyindan bir ikkisini birlashtirib, ma'lum bir ishlarni qilib bo'lgan holatdagi narsani so'zlab o'tdik. Masalan, bu LED zinnat chirig'ini so'zlab o'tgan, uning keyindan bu nur sezgichini so'zlab o'tgan, uning keyin bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, oldi bilan bir narsani aysizlar, zinnat chirig'ini, uning keyindan uningga qo'shib yana bir sezgichni qo'shsizlar, shuni bilan bir oddiy bir sistem yasab chiqsanglar bo'ldi. Masalan, bu ko'chish chirig'inikini men burun so'zlab o'tgandim. Bu ko'chish chirig'inikida qanday desanglar, nayt faqatlar nur sezgich bor, uning keyin bir zinnat chirig'i bor. Tushunammi? Hozir mana cheksak, men fotosensor deydi, nur sezgich. Bu ko'chadagi chiroqlar bu bir sistem bu. Qarab baxsanglar. Cho'qim bir odam berib chiroqni o'chirib, bir odam chiroqni yoqish hojasiz. Hamma narsa shu avtomatik holda bo'ldi. Nur bo'lgan sari yuqori ko'tarilgan vaqtida chiroq yondi. Agar nur yo'q vaqtida chiroq o'chdi. Buniki qarshilik qilsam bo'ldi. Men nur bachaqda mana oldin qilmatdi buni so'zlab o'quvchilarni qarama-qarshi shaklda, ya'ni kunduzi chiroqni o'chirish, kechasi chiroqni yoqish degandim. Buningga sizlarga topshiriq bergandim. Buni xil o'quvchilar qila oladi. Men buningki aks shaklda qilib berdim, chunki o'quvchilar buni o'zlari qila olsin deb. Shung bir ishlarni qilgan vaqtingda eng oddiydan boshlaysizlar. Bir chiroq, uning keyindan yana bir shu sezgichni birini qo'shiblar, uni yazsanglar, bir ko'chichlig'iniki bir sistem suv chiqdi degan gap bir butunlar. Bu bir yaxshi ish. Uning keyindan bir narsani yana boshqa narsalar bor. Biz nurg'ulg'an sezgichlarni o'rgandik, mana temperatura sezgichini o'rgandik. Uning keyindan bu yerda bir fan deymiz, mana havo almashtiruvchi. Muşun başlaş narsa, mana qarsak, bundan foydalanib oddiy shu uyninki havosini almashtiradigan bir sistem yasab chiqilib oldi. Qaranglar, siz murakkab narsa o'ylamanglar. Cho'qim bir robot yasaymi yoki aeroplan yasaymi yoki bo'lmasa cho'qim bir narsa yasaymi deb bak murakkab o'ylab ketgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan jihbollar kelgisi qiladigan ishlarni yozmoqdi. Masalan, bundan foydalanib qanday qilib oldi? Mana temperatura yuqori vaqtida mesela temperatura sezgich, uning keyindan mavi havo almashtiruvchi. Mesela temperaturani yuqori ko'tarsak, mana men ishlayapti endi. Motor ishladi. Mana men motor yoki bo'lmasa chaqpilak. Qanday narsa yasa uyga masalan, ashla narsa qilmoqchi bo'lsanglar, uyning temperaturasi yoqurib ketgan vaqtidalar chaqpilak chugilab uyning havosini almashtirdi degan gap. Yani bir eng oddiy bir sistem. Bu bir sistem bo'lib hisoblandi. Tushunami? Yani temperatura, uyning temperaturasi tuvan bo'lgan vaqtida mana bu o'chdi. Temperatura yuqori bo'lganda bu mangadi. Normaldagi bizdagi nimalar bor? Mayli smart garage deydi. Mashina to'xtatish uyi bo'lamdi. Yoki bo'lmasa bizning odat yashayotgan uyimiz bo'lamdi. Ashlarning hammasiningki bir nemisini, havosini cho'qim avtomatik holda almashtiradigan. Yani bu bir oddiy bir sistem bo'lib chiqdi. Endi bu ikkisini birlashtirsang nima bo'ldi? Uyonlarning sirtida chiroq
Matematikada 3 yıldan. Onun keyinden Muşa havani almashtırdıgan. Ben endi ikki narsani birlashtirsanlar smart home. Shunami? Bir aqlli uy deymiz. Shuni bir narsani yasagan vaqtida oldi bilan oddiydan boshlaysizlar. Bir narsani bitadinglar. Chiroq bilan shu kun nuriga asosan zada kechada chiroq yondigan, kunduzi o'chadigan. U bir oddiy birini yasab bitirib bo'lgandan keyin ikkinchisiga o'tdinglar. Hem uyninki havasını almashtıradigan narsadan birini yasab chiqdinglar. U ikkisini endi birlashtirishinglar kerak. Birlashtirsanglar hem uyning sirtida, hem uyning ichida ikkisi birlashgan holatda bir sistem bo'lib chiqdi. Shundan so'ng sizlar bir narsa yasagan vaqtingizda qadamni bir qadamdan olinglar. Hargizma bir aqlli smart home sistem deymiz. Shu aqlli uy yoki bo'lmasa bir sistema otomatik uyning sistemasini yasadim deb hamma narsani bir xil qo'ymanglar. Burun bir necha o'quvchilarga ishlar yuz berdi. Men yasagan narsalarni bir xil yangi narsa sotib olgan vaqtida murakkab narsani yasab chiqibdi. Uningda nurg'unlagan narsalar borda. Sezgichlar, qo'zg'atqichlar, biroqla murakkab narsaga tushgan gap. Uning keyinda uning zot nima sababdan bo'ldi, nima uchun ishlamadi, uni topmoq yaman tez tushdi. Uning keyin o'quvchi degandim, unda bo'lsa oldi bilan hamma ishni bir qadamdan olaylik. Dastlabda bir chiroqni yazsang, uning keyindan yana bir qadam bo'yicha uningga ortiqcha boshqa narsani qo'shaylik deb bir qadamdan qilib, ana u narsani yasay oladigan bo'ldi. Nimalardim shu? Universitetlardim shu. Bizning talabimiz oldi bilan eng oddiydan boshlab bir ishni bir qilib, uning keyindan uni murakkab yuqori daraja qilish. Agar sizlarga bir nima to'g'ri kelsa, shunaqa bir narsa yasash. Sizlar boshlagan vaqtingizda, bir ishlarni qilgan vaqtingizda chuqum bir necha bo'lakka bo'lib yasanglar. Keyin musobaqaga qilmoqchi va musobaqa degan gap chuqum birinchi ikkinchilik deb tanlamaymiz, ammo kimniki qilgan ishi bitdi, kimning qilgan ishi bitmadi deb shuningga asosan baho beramiz. Uning keyin bitganlarning hammasiga mukofot beramiz. Uning mukofot olding degan gap shu ishlarni qila oldinglar, tamomladinglar degan gap. Mayli murakkab sistem yasamsizlar yoki bo'lmasa oddiy sistem yasamsizlar, ishqib chuqum bir narsani yasashinglar kerak. Uning keyin bu darsni tamomlashning sharti nima degan vaqtida birsi darslar qatnashish, ani yana birsi nima degan chog'da chuqum shu proyektni tamomlash. Bir tur proyektini. Mayli sizlar shu Tinkercad orqali taqlid qilinglar yoki bo'lmasa qattiq shu detal orqali Arduino'dan foydalanib ma'lum bir uskun yazsanglar, qanday bir narsa yazsanglar, ashlarning hammasi tamomlagan bo'lib hisoblandi. Ba'zan o'quvchilar menga allaqachon qilgan narsani avatdi. Sizlar ashini foydalansanglar bo'ldi. U yaxshi, chunki unga nurg'ulon ajrlar ketdi. Shunga ashini davomlashtirib qilaversanglar bo'ldi. Shunlashqa mavi ikkinchisi. Ikki narsani birlashtirgan ish. Endi uchinchisi nima degan chog'da ultrasound. Sizlar allaqachon buni ko'rib bo'ldinglar. Topshiriq berib, buni ishladinglar. Undan keyin servo ya motor. Ya'ni ishni ochilgan, yapadigan qilib dam qo'ygan. Undan keyin nima degan chog'da ultrasound orqali nurg'un narsalarni qilib bo'ldi. Masalan, mashinaning sur'atini o'lchaydigan ölçügüç yasıqlı oldu. İntayin qolaylar. O bir sistema. Onun keyinden maşinninki qanchalik arlıqda. Maşini zadı muşu nemege yaqin keldimi, eshikka yoki yiroqdimi, ashunga o'xshash. Onun keyinden muşu mashinani bir yoqqa qo'ymoqchi bo'lsa, eshik avtomatik holda ochiladigan yoki yopiladigan, yopiladigan qilmoqchi bo'lsanglar, bu ikkisini birlashtirsanglar bo'ldi mana. Bunu mandır pakayla. Bularning hammasi ash nimada bor. Men 16-darsda, ash 16-dars kirgizib qo'ygandim.
Koding qismini qarab boqaylik. Koding qismini qarasak, dastlabda mana bu o'rni mesela o servo, my servo dedik. Servo degan bir uskuna yasadik. Undan keyin servoni 8 nomerli putga ulg'an bo'ldi. Undan keyin ultrason orqali ashning o'rnini topdik. Mayli, hozir tafsilot so'zlab beray. Shu o'rnini topgandan keyin agar zodi o'rniga asosan mashina yaqin yoki orliqqa asosan undan keyin uni mondiramiz. Mana. Balkim mashina yaqin kelgan vaqtida eshikka aya ochildi deb o'ylasam bo'ldi. Ma servo eshik ochildi. Agar yiroq ketgan vaqtida eshikdan chiqib ketdi, yepildi. Agar eshikka yaqin keldi, eshikka yaqin kelgan vaqtida avtomatik holda servo chigildi. Shuni bilan men eshikni ochdik degan gap. Ben shunga o'xshash. Burun biz so'zlab o'tgan bu servo, ultrason ikkisini birlashtiriblar. Inta oddiy bir nima tuzlab chiqsam bo'ldi bunga. Ya'ni if else faqat keltirgan narsani bilgan chog'da shu shartli jumlalar. Shu ultrason orqali uningki distansni ola olamiz. Shu distansni app agar mashina yaqin kelgan vaqtda eshikni oching, bo'lmasa yiroq tursa eshikni yoping deb shu shaklda yapmasak bo'ldi. Undan bilak yana nurg'un narsalarni men 16-darsga qo'yib qo'ydim. Endi ularning hammasini birlashtirsanglar bir sistema yasab chiqa olasizlar. Butkul hammasi birlashgan sistema. Lekin oldi bilan qolgan vaqtida birma-bir yasab ashlarni endi nemo degan chog'da butunlay bir avtomatlashgan bir uy yoki ma'lum bir mayli sirtqi bo'lsin yoki ichki qism bo'lsin intanjiq narsalardan tarkib topgan bu hisoblandi. Lekin qarab baxsanglar, hamma narsa oldi bilan ayrim bir sistema. Bu nimaning asosiy? Shu injenerlikning asosiy hisoblandi. Injenerliklar nima talab qildi degan chog'da oldi bilan cho'qim oddiy bir narsalarni yasab, cho'qim ashlarniki har birisi bir modyul deydi. Har bir qismi ayrim bo'ldi. Masalan, bizniki qo'limiz ayrim, putimiz ayrim, ko'zimiz ayrim, quloqimiz ayrim, burnimiz ayrim, og'zimiz ayrim. Hammamiz qarab baxsam shunami? Shuning bilan biz butkul bir sistem bir odam bo'lib hisoblab chiqamiz. Ashunga o'xshash. Sizlarmi bir narsa yasab chiqqan vaqtingizda, ma'ananki ko'zi, ma'ananki qulog'i, ma'ananki og'zi, burni deganga o'xshash har bir sistemani ayrim o'ylab shu narsalarni yasab chiqsizlar. Uning keyin ko'zda masala bo'lsa nima qilamiz? Ko'zdan taqaymiz. Maniki ko'zda keyin yaxshilamoqchi bo'lsak shu sistemani. Shu sistemni texnik yaxshilaymiz demoqchi bo'lsak, ashniki shu qismini ko'zni tekshiramiz, ani ko'zigini ko'zdan taqaymiz. Hargiz qulog'ini yoki burnini ko'chirib o'tirmasak ham bo'ldi unga. Faqat ko'zni yaxshilaymiz. Qanday bir sistemimiz shu. Bir sistema yasab chiqqan bo'lsanglar, sistemaniki ma'lum bir qismini o'ngshaymi demoqchi bo'lsanglar, yaxshilamoqchi bo'lsanglar, shu qismini o'ngshash kerak. Hargizmi uning hamma qismini yasab chiqmaymiz. Agarda bu sistema ayrim yasalmay, hammasi bir bo'lak bo'lib ketgan bo'lsa, undaqda hamma narsani buzib qaytida yasash to'g'ri keladi. Uningda intayin energiya ketadi, intayin nurg'un vaqt ketadi. Şunlaşqa ma yasagan narsalar hammasi ayrim. Men abim 3 sistemini so'zlab o'tdim. 3 sistemini birlashtirsak, butkul bir avtomatlashgan bir mukammal bir sistem yasab chiqildi. Shu mukammallashgan shu sistemadan foydalanib,
agar bir narsani o'ngishmoqchi bo'lsanglar, bunu bir necha ishlarni sistemalar bor. Qarasanglar, hammasi ayrim-ayrim, lekin bular hammasi birlashib bir butun odamga o'xshash bir sistema shakllantirgan gap. Mani oldingi darsda servoni, ya'ni knopka taxtasi orqali ochadigan bir nimani yasagan. Uningda nurg'ulgan 8 bit ketadi. Lekin bu bizdagi Arduino Uno'ningki piti oz bo'lgan bo'lg'achqa, men uning o'rniga knopka button ashuni ishlatib turdim, chunki unaqa bir tala bit ketadigan gap. Hozir buni bassamlar, to'xtaringlar, ba'zan yaxshi ko'rilmay qoldi. Qanday qilsizlar degan chog'da buningki men nimisini, bu serial monitor degan aslan yaxshi. Chuqum bir ishlarni yapgan vaqtida kodini besib, serial monitor deganni bassanglar, ashuningda hamma narsa ko'rinib turdi. Masalan, buttonni besildi. Button is pressed deydi. Button is pressed bo'lgan chog'da eshik ochildi. Undan keyin buttonni yana bir bosayli. Endi qanday qo'yishinglar munosabatlik bu eshikni. Eshikni ochdim demsa, yaptim demsizlar, lekin shu qanday qo'yishinglar bilan shunlashqa, agar men yaxshi besilgan vaqtida button is pressed. Undan keyin eshik yopildi. Yani tatqal besilib qo'ysaqlar, nurg'ulon eshiklar bor. Shu eshiklarning hammasida shu bir yerni shuna besilib qo'ysaqlar, knopkasini, shuna eshik ochildi. Endi besilib qo'ysaqlar, eshik yopildi. Undan keyin chiroq. Hozir qorong'i vaqtida meni chiroq yoqildi. Va oldingi deganimdan keyin naq to'g'risini qildim hamda. Sizga rasmiysini ko'rsatmoqchi. Mana bu qorong'i vaqtida chiroq yoqildi. Undan keyin kashf bo'ldi, chiroq o'chdi. Kunduz bo'lgan vaqtida chiroq o'chdi, qorong'i vaqtida chiroq yondi. Mana oldirmay yondi. Mana qarasanglar. Aniq ko'rindimi? Mana yaqin qilay. Masalan, qorong'ida chiroq yondi. Kunduzda chiroq o'chdi, oldirmay o'chdi degan. Mana har bir ishlarni hamini deb turyapti, nima ish bo'lyapti deb. Undan keyindan yana nima desanglar, undan keyin mashina qo'yishni deyishgan to'q. Mashina parking qilgan vaqtida ashuni bir yerga qo'ymoqchi bo'lgan vaqt to'xtatmoqchi bo'lsak, mashinani jiroq vaqtida chiroq, yeshil chiroq. Undan keyin yaqinroq kelgan vaqtida sariq chiroq. Undan keyin yaqin kelib ketgan vaqtida qizil chiroq yonish kerak. Mana bu qizil chiroq. Hozir astaroq nimasiz, suratda. Jiroq vaqtida yeshil chiroq, o'tirhal kelgan vaqtida sariq chiroq. Endi texim yaqin kelgan vaqtida qizil chiroq yondan. Mana qizil chiroq yondi. Mana qarasanglar, shunda murakkab sistemida ko'rindi, dastlabida agar buni biroqli so'zlab chiqsak, lekin amaliyotda unda hamma narsa ayrim qismdan tuzilgan. Men degandek, odamnikida har xil sistemalar tuzilgan o'xshash. Mushuningmi hamma narsa ayrim sistema. Mana bu knopkalarla ish yetish yapilgan, bu sirtki chiroqni avtomatik holda yoqib o'chiradigan, undan keyin mashina qo'ygan vaqtida chiroq chiqadi, yonadi yo o'chidi. Hamma ovoz. Chunki ba'zanlar balkim aniq ko'rolmay qolsa, o'sha ovoz orqali nimaga qilayotgan kishiga
signal veriş. Bunun hammasi şu torbiyada var. Ben torbiyada çıkarıp koydum. Lakin ma kodini bir sözleşke vaktimiz yok. Çünkü burun bularınız asasen sözlep boğan. Şu ultrasound olamdı, yakke ma bu sezgiş olamdı. Muşlarına hammasini. Buna sözlep esahma yani okşaşlap. Aşı hammasının birleşmesi. Qarsanlar ma servonu qo'shdik. Uning keyin servodan birini yasadik. Uning keyin motorga, battonga, qaysiga qasini ulaymiz deganda shuni chiqardik. Shunga o'xshash. Uning keyin ultrasound degan bir koding qismi hammasi to'liqlab. Buni bir funksiya deymiz. Endi u funksiyadan shuni o'qib beradigan narsa. Buni sil yozib olsam bo'ldi, tayyorlab. Uning keyin shu funksiya orqali mana o'qinglar desaklar, orliqni o'qib bering desaklar, orliqni o'qib berdi. Orliq chiqdi. Shunga o'xshash. Shunlar hammasiga nima ketadi degan chog'da qarasanglar, hammasiga shartli jumla. If else. Agar 100 bilan 50 ni orliqda bo'lsa, bir chiroq, undan undan tuvan bo'lsa yana bir chiroq degandek o'xshash. Uning keyin yana shartli jumla qarasanglar. Shu fotoresistor deydi. Fotoresistor qanchalik bo'lgan chog'da chuqur chirig'ini yondirmaymiz. Fotoresistor qilib qarasanglar, fotoresistorni o'qidik. Uning keyin shunaqa asasan, agar 400 dan yuqori bo'lsa, chiroqni yondiring, undan tuvan bo'lsa o'chiring. Yana shartli jumla. Hammasi shartli jumla ketadi. Uning keyin ma knopkaning ishi. Agar knopkani bosgan vaqtida u yepiq bo'lsa, ya'ni yuqori iching deb kelgan vaqtida ichildi yoki yepildi deganda ashunga o'xshash narsa hammasi buni. Hammasi shartli jumlalar. Mishada o'qiymiz, hammasini birlashtirdik degan gap. Qaysi narsalarni. Bu birsi, aniga yana bir sistemani kirgizib qo'ydim. Balkim u bakchiq narsani so'zlab ketmaydi bugun. Chunki Abdullah Mavlon o'quvchimiz bir so'zlab bermoqchi. Endi oxir demoqchi o'g'lim nima degan chog'da siz chuqum nimani tur projektiga nimani yozib chiqinglar. Grup bo'yicha qilamsizlar, ayrim qilamsizlar yoki allaqachon yasab bo'lgan bo'lsanglar, ashuni yozib chiqsanglar bo'ldi. Endi bolalarniki nada shu qayerda bir guruh ishlamoqchi deganda shu davlati bilan shaharni yozishimizni talab qildik. Uning keyindan eng oxirida zada darsni keyin davomlashtiramizmi, davomlashtirmaymizmi? Bu jat bir masala bor. Chunki o'quvchilar bek ozlab ketdi. Hani yemasa azroq passivlik bor. Shunlashqa agar bunda passivlik davomlashsa, balkim davomlashtirmasligimiz mumkin, boshqa darsga o'tib ketishimiz mumkin. Lekin qatnashganlarning hammasi projektni o'rlashtirsanlar, uniki kelar qatimliq darslarga davomli qatnasha olasizlar. Masalan, so'zlab o'tdim, uninga jig'nas ketmaydi. Hatto Google'dan izlasanglar nurg'un narsalar chiqadi. O'zinglarniki ma'lum bir narsani yazsanglar, mayli oddiy bo'lamdi, mayli murakkab narsani qilib ketmanglar. Ammo shuni Google search qilsanglar, izlasanglar, rasmni shakl chiqarsam, nurg'unlagan tayyor sistemni bakchiq. Uning keyin masalan burun so'zlab o'tgan Project Hub bo'lamdi, Learning Center bo'lamdi. Ashlarning hammasida shu yasayotgan narsalar hammasida bir o'rtaqlik bor. Ma'lum bir nim bo'yicha step, ya'ni qadam bosqich bo'yicha olib boramiz. Ya'ni ashuniki qaysi kirish sistemasi, qaysi chiqish sistemasi, qanday ish olib boramiz, mengisi. Ashunga o'xshash narsalar. Undan ortiq bir jihnas ketmaydi. Buni men jiq so'zlab ketdim. Deganimdek, oldi bilan chuqum ashuni butun alayligini to'g'ri tushunib, oddiy sistem bo'lsa-mu, chuqum ashunaga nisbatan bir nimani aniq bo'lsin. O'qim. Zodi mana shundan tuzilgan deb ashu o'qim aniq bo'lgan vaqtida uning keyindan bir oddiy bir qismini, yana bir qismini andan hamini birlashtirib yasaysizlar. Unaqsa chuqum shu tur projektiga hammalar nim qilinglar. Bo'lamdi? To'xtab turing. Maqullandim. Yaxshi. Uning keyindan har xil bir narsa yasagan vaqtingizda-chu bir nim bor, cheklimi bor. Ash cheklimini o'ylashinglar kerak. Masalan, har qanday masalan odam bir uchar odam bo'lib ketmaydi. Odamlarning chuqur bir cheklimisi bor. U odamniki qanot yo'q.
Unda olgan ki uçar adam bulamaydı. Onun keyin ba'zan bir baliqlarga o'xshash suvda uzun turolmaymiz. Bu bir cheklama. Chunki har bir narsani yasagan vaqtingizda ma'lum bir cheklamani o'ylab qo'yishingiz kerak. Cheksiz bir narsa yasab ketgan olmaydi. Masalan bir cheklama desak, vaqt bir cheklamasi. Men sizlarga dedim, buni bir necha haftada bitiradigan oddiy bir narsa yasash bo'lgan ekan, bir vaqt bir cheklama. Chunki bir ma'lum bir vaqt ichida yasab bo'lmaydigan keyin sizlar uchar taxsi yasayman deb murakkab narsa qilyapmanglar. Oddiy narsani o'ylanglar. Uning keyindan bizda bor narsalarni ishlatanglar. Dadash bilan anashlarga u manchuz liralik yoki yangi bizda o'tmagan narsalarni yasayman deb unda desanglar, bo'lmaydi. U jihatdan bir cheklam bo'lish kerak. Bizda o'tgan narsalarni, bizda bor narsalarni ishlatib qilsanglar, shu yaxshiroq. Bu yana bir cheklama. Yana qanday cheklama bor? O'ylab boqinglar. Gaplar yana chiqmay qoldi. Ba'zilarida qattiq detal cheklama bo'lishi mumkin, chunki Tinkercad bor, qattiq detal setib olmasanglar, chuqum hamda setib olaman deb oxirgi kelgan vaqtida uni nima qilish majasiz. Chuqum qattiq detalni qilishingiz hojasiz. U Tinkercaddan foydalanib qilsanglar bo'ldi. Chunki Tinkercad qilgan ishlarning hammasi o'sha qattiq detal qilib bo'ldi bu. Yana bir cheklama. Yana o'ylab boqinglar, qanday cheklama bor? Sizlar bak aqlli bolalar gap qilinglar. Hammalar bir yerda emas, shunami? Bir maktabda emas. Shunami? Shundoq. Unda olgan keyin agar birlashib bir guruh qurma desanglar, balkim biringlar bir shaharda, yana biringlar yana bir shaharda, biringlar bir davlatda, yana biringlar yana bir davlatda bo'lishi mumkin. Lekin bu hargizmi ojizlik emas. Buni bir ortiqchilik deb o'ylashimiz kerak. Chunki bir o'zinglarning yana bir davlatda do'sti bo'lsa, ashlar bilan birga ishlay olsanglar, bu intayin yaxshi bir ish emasmi? Garchi ayrim yat bo'lsa-ham, to'g'ri bilan bo'lgan keyin birlashib bir ishlarni qilib bo'ldi. Shu hamma ishlarni bir negativ, ya'ni ojizlik jihatdan o'ylamay, hamma ishlarni bir ortiqchilik jihatdan o'ylanglar. Ba'zilaringiz balkim kodingni bilmasanglarmi, balkim bu o'rganishning fursati deb o'ylanglar. Shu proyektni qilish orqali men nurg'un narsalarni o'rganib olaman, yangi narsalarni o'rganish fursatim bo'ldi deb o'rganish fursati bo'lgan gap. Boshqalar bilan birlashib qilg'il bo'lgan ish qilib bo'ldi. Yana bo'lsa Turkiyadan hozir bir necha yordamchi o'qituvchilarimiz bor. Muhammad Emin hukumizdaymiz, Turdi Muhammad hukumizdaymiz. Undan keyindan Murat o'qituvchi, ashlarning hammasi, 3-4 o'qituvchilarning hammasi sizlarga yordamda bo'lib, shu proyektlarni yaxshi yapmangiz uchun ishlarni olib bordi. Yevropadan o'qituvchilar bor. Sabirjon, andan Amerikadan, Kanadadan bizlar bor. Ashlarning hammalariga bunday yordamchi shaklda olib boramiz. Shunga kelar qatimliq darslar chuqumlar, muntazam darslar shaklda bo'lmaydi. Lekin kelar qatimliq darsni Turdi Muhammad o'qituvchi dars o'tab berdi. Shu 3D design deb sizlar har xil narsalarni loyihaladinglar. Hozir masjid loyihalaganda ko'rdim, nurg'ulg'an uy, hatto raketani yasab chiqibsizlar. Raketani osmonga uchirib yapmaydigan raketalarni yasabsizlar. Shunga o'xshash nurg'un narsani yasabsizlar. Buning uchun hamda nurg'un texnikalarni birlashtirib oldi. Tinkercad bilan 3D design birlashtirib yapmoqli bo'ldi, yoki nurg'ulg'an narsani loyihalagil bo'ldi. Turdi Muhammad o'qituvchi mujohatda alayda bilim bor. Shu tissue engineering deb shu odamlarningki har xil organlarni yoki har xil narsalarni 3D qismda shu loyihalar bo'lgan hamma narsalarni qilib bo'ldi, ishlarni nurg'un narsani bildi. Shunlar kelar qatimli darsdan Turdi Muhammad o'qituvchi o'tadi. Qanday loyihalaymiz shu narsalarni degan narsalarni. Shunlarga darslar turib qatnashib beringlar. Undaqda oxirgi 10 minut vaqtimizni shu
Mevlan Abdullah Mevlan o'quvchiga beraman. Undaqda siz hozir nimani men stop share qilay. Siz qilgan narsangizni so'zlab, ana ko'kitib bersangiz bo'ldi, ha? Siz tayyormi? Muallim hazır. Ben robotun bir yerde mesaj çıkıp kalan oluşattım. Hazır mı şu şurada köstüp samlamdı. Eğer bulmaya kalsa yani videodan hem göstersek. Anniken ben köstüp durup kendim sen kodunu. Bo'laverdi. Siz qanday xohlasangiz, o'zingiz shu yaxshi shakar qilsangiz, agar hozir mesaj qilgan bo'lsa, o'shani qilgan narsangizni so'zlab bersangiz bo'ldi. Maqsad nima degancha sizlarga bir fursat berish. Har bir o'quvchi Allohim so'zlab qilib bera olsangiz, o'zingiz mashq qilgan bo'lib hisoblansizlar. Hazır bir motora katı işitmeye oturdum. Şu mesaj kaldı. Şu an hazır ben bu şu köstüp durup lan kodunu tıklay. Ma'qul. Keyin ko'kitib bersangiz bo'ldi, tur musobaqasi bo'lgan vaqtida-chi. Bo'lamda? Hozir so'zlab bersangiz bo'ldi. Hazır sözler biraz. Yaxshi. İnsan qarshi olmaz, ha? Qarshi olinglar. Hala hazır kameramla geçip gösterişe başlayalım. Bo'ldi. Ekronni share qilsangiz bo'ldi. Endi boshqa o'quvchilarmi sizlarning yasagan narsalarni so'zlaymi desanglar, har dars vaqtida vaqt beramiz, ha? Malum hazır mavi ekran paylaşımını engellendiği de açık olsun. Mana bir sıkıntı. Men hozir Mana. sizni kolxoz qilib qo'ydik, endi sizni ekronni ishlasangiz bo'ldi. Malum şu kodu hazır kodunu mu çendirip öteki? Muallim. Bo'ldi. Sizlar chiqdi endi. Kodunu mu çendirip öteki? Maya ekrandaki mi? Endi birma-bir so'zlashga vaqtimiz chiqmaydi. 10 minut atrofida so'zlasangiz bo'ldi. Undan keyin shu qattiq detalni ayrim so'zlasangiz, hozir shu nima ish qildingiz? Mana keyin nima natija chiqdi? Ashlanimda de şekil so'zlab bersangiz bo'ldi, ha? Mayada ben kodunu yazıp yüklep kıldım. Hazır Maya'da benim kör adımda yazdı kameramda. Hazır ben bana hazır Maya'da ben bir daha engelden kaçan robot kılıp yasam çıktım. Hazır bunu da bir daha Arduino işlettim. Andım bir daha motor sürücü işlettim Ax'ta. Maya'da. Andım şu Altstal, MySal Dank'ta ve bir daha ultrasonik sensör işlettim. Andım şu sınırlıklık birleştirip Ax'ta motorları önüme işlettim. Andım şöyle kodunu girip şuna burada hazır motor sürücünün şirket terbiye şirket terbiye motorlarını bağladım. Maya tiki motorundan Maya tiki şirket yarıya motorununkini kıldım. Hazır bunu mandak çalıştırırsak mandak azrak motoru şuraya bakalım. Hazır bu şey.
Muallim hozir men qilgan videomni ko'rsataymi? Tatib sizga. Ha, shu videoni ko'rsatsangiz bo'ldi. Ha, videomizni ko'rsatib beraman. Shu yaxshi. O, beh yaxshi ishlatdik bunda. Siz shu tur projektiga shu qilgan narsangizni ko'rsatsangiz bo'laverdi. Ekran keldimi muallim? Ekrani keldi, ha. Ha, bo'ldimi? Bek yaxshi. O'quvchilar ma'lum qarshilanglar. Chavakchab. Barakalloh. Maşallah, maşallah. Mübarek. Savolinglar bormi? Abdulla Mevlan intan yaxshi narsa yasab chiqdi mana. Agarda bir musobaqalar bo'lsa, men chuqur yaxshi natijaga erishib keta oladi. O'quvchilar, boshqa o'quvchilar sizlarniki savolinglar bormi? Abdulla Mevlandan? Yo'q muallim. Yo'q muallim. Yo'q muallim. Endi sizlar sistem yasagan chog'da Abdulla Mevlandek endi bu bir amaliy sistem yasab chiqdi. Sizlar boshqa narsa yasasanglar bo'ldi. Yaxshiki taqlid qilgan Tinkercad qilsanglar bo'ldi. Amal va amallar shundan bir yozib manglar. Undan keyin Abdulla Mevlan sizdan bo'lgan bir nemu talab nemu degan chog'da shu yasaгаningizni texmo yaxshilab tur projektiga qilsangiz, men uni to'g'ri chiqarib qo'yayli. Undan keyin ashnaga nimalar sezgichlar olamdi, harakatlanishlar olamdi, ashlarning tafsilotini yozib bersangiz, ashlarning tafsiloti bo'yicha to'g'ri chiqarib qo'ysak, uni boshqa o'quvchilarni ko'rdi. Uni qilgan ishingiz shu YouTube'ga qo'yib qo'yaylik. Bo'lamdi? Bo'ldi muallim. Muallim? Yaxshi. Xush bo'ldim. Muallim? Rahmat. Muallim, Muallim ders tugadi. ben Abdullah WhatsApp'ta biraz sorsam bulamdı. Savol sorsangiz bo'ldi. Muallim, nima Arduino'nun torbeti var. O torbette bu adamlar nima yasaptı, nima var, nima yok da ben qarab bakaydım. Qarasam binacha ay burun 2022'de miydi? Şunun bilan qarasam bir iki tal Xitoy binasi yasaptı ekan. Xitoy bo'lganligini ma'lum ularning nima bir tal nima puti bilan qildig'ini bir harakat bor. U yerdan tushungan edim. Ular ma'lum nima yasaptı ekan. Qo'li bilan bunda siqsa, binasini siqsa, o o'tda ammo ko'ydamaydigan binasi chiqib ekan. O ko'ydamaydiganligini yerga qilsa, yer ko'may qilsa, tam ko'ymay turadi. Ammo o'tdek paysi chiqadi, ikki qo'liga taqib, uni tig'i paysi qilib, masalan, anime fightdek deyman. Unda qilsak qanday bo'lar?